Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz nazariy va amaliy qismlardan iborat bo'ladi. Mavzuyimiz basketbol, o'yin qoidalari, to'pni olib yurish va uzatish texnikasini o'rganib chiqamiz. Hozirgi zamon basketbol o'yini 1891-yilda dekabr oyida AQShning Massachusets shtati kollej o'qituvchisi, jismoniy tarbiya darsi o'qituvchisi James Nismit tomonidan o'ylab topilgan. Basketbolchi harakat maydonda yurish, sakrash, to'xtash va burilish yordamida maydonda harakat qiladi. To'pni ilib rejissor yoki ikki qo'lda bajariladi. Bu harakat ko'krak va yelka balandligida yuqorilatib, boshdan baland va pastdan, tizzadan pastdan va hamda dumalatib maydonda sapchitib ketayotgan to'pni ilib olish bilan davom ettiriladigan asosiy nimalardan iborat. Basketbol o'yinida 28 ga 15 o'lchamdagi maydonda yerdan savatning balandligi 3-5 santimetrdagi savatga to'pni tashlashdan iborat. Demak, beriladigan ochkolar 1 ochko, jarima to'pidan tashlanadigan to'plarda 1 ochkolar, maydonda belgilangan jarima maydonchasi ichidan tashlangan to'plarga 2 ochko va jarima maydon tashqarisidan tashlangan to'plarda uzoq masofadan tashlangan to'plarda demak 3 ochkodan berib boriladi. Bu uzatish zamonaviy basketbolda to'pni uzatish o'yin uslubi uchun harakatni foydali natija bilan yakunlash imkonini yaratuvchi ustuvor ko'nikmani olinib qo'yadi. To'p uzatish o'yin vaziyatini o'z sheriklarining uzoq yaqin joylashishi, harakatlanayotganligi, raqibning joylashishi yoki ularni qarshilik ko'rsatish usuliga qarab quyidagi usullarni ijro etish mumkin. Joyidan pastdan bir qo'llab baland past yerda turib, sapchitib va dumalatib uzatish. Ikkinchi harakatimiz harakat davomida ikki qo'llab ko'krak oldidan baland past yerda turib, sapchitib va dumalatib uzatish. Uchinchi harakatimiz shu usullarni bir qo'lda baland bajarish. Keyingisi shu usullarni bosh ortidan bir qo'llab bajarish. Shu usullarni bosh ortidan ikki qo'llab bajarish. Sakrab, bosh ortidan ikki qo'llab to'g'ri yo'nalishda uzatish. Keyingisi sakrab, o'ng va chap tomonda burilish. Aylanib, bosh ortidan ikki qo'llab uzatish. Sakrab, bosh ortidan bir qo'llab to'g'ri yo'nalishda uzatish. Sakrab, o'ng yoki chap tomondan burilib uzatish. Aylanib, bosh ortidan bir qo'llab uzatish. Joyidan yoki harakatlar davomida yelka ortidan bir qo'llab uzatishlardan iborat. Demak, basketbol bo'yicha O'zbekistonda muntazam ravishda musobaqalar, O'zbekiston birinchiliklarida o'tkaziladi. O'zbekiston terma jamoasi jahon birinchiliklarida, Osiyo birinchiliklarida ishtirok etib, muvaffaqiyatli ishtirok etib kelmoqda. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzularda uchrashamiz. Darsimiz basketbol o'yini qoidalari, to'pni uzatish, olib yurish texnikasini takomillashtirishni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi darsimizni dastlab yugurish mashqlaridan boshlaymiz. Boshlaymiz.
Mashqimiz davom etadi. Demak, umr o'rgantiruvchi mashqlarni boshlaymiz. Qo'llar beldan boshimizni o'ng va chap tomonga aylantiramiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dastlab qoladi. Qo'llar yelkada, oldinga va orqaga harakat qilamiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dastlab qoladi. Demak, qo'limizni gavda atrofida aylantiramiz. 2, 3, 4, orqaga teskari chapga. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dastlab qoladi. Keyingi qo'llarni bo'g'inlab aylantiramiz. Qarama-qarshi. Ichkariga va tashqariga. Dastlab qoladi. Qo'limiz belda ikki yon tomonga egiluvchi mashq qilamiz. 1, 2, 3, 4. Qo'l belga qo'yamiz. 1, 2, 1, 2. Dastlab qoladi. Bellarimizni aylantiramiz. Dastlab qoladi. Demak, qo'llar oldinga o'tirib turib, egiluvchanlik mashqini bajaramiz. Bunda bel, umurtqa pog'onasi, mushaklari yanada qo'yiladi mashq. Dastlab qoladi. Basketbol to'p bilan ko'proq barmoqlar mashq bajarilgan mashq juda muhimligini inobatga olganda barmoqlarni, demak qo'llarni barmog'ida kiyishtirib ichkariga olib mashq qiladi. Dastlab qoladi. Demak, bo'g'indan qo'limizni aylantiramiz. Dastlab qoladi. Umr o'rgantiruvchi mashqimiz tugadi. Demak, basketbolda to'pni uzatish va qabul qilish mashqini ko'rib chiqamiz. Dastlabkisi to'pni ko'krakdan cherigiga uzatish mashqini bajaramiz. Demak, dastlab qoladi. Demak, to'pni yerga sanchtirib uzatish mashqini. Dastlab qoladi. Demak, to'pni yuqoridan boshqa yuqorisidan uzatishni ko'rib chiqamiz. Dastlab qoladi. Demak, mashqimiz tamom. Boshlaymiz. Demak, keyingi mashqimiz to'pni yerga sapchitib harakatda olib yurish. Bu va chap qo'llarda mashqlarni bajarib o'tamiz. Boshlaymiz. Keyingi qo'lda bajaramiz. Chap qo'l. Keyingi mashqimiz juftlikda bajariladi. Demak, to'pni harakatda cherigiga uzatish va qabul qilish mashqini boshlaymiz. Yana bir bor takrorlaymiz.
Demek darsimizda mashqimiz tamom. Keyingi mashqimiz demak to'pni ko'proq his qilish uchun to'pni yerga sapchitib, o'ng va chap qo'llardan sapchitib harakatsiz demak to'pni yerga urib, o'ng va chap qo'llardan to'pni boshqatdan boshlaymiz. Sal demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizda basketbol o'yin qoidalari, to'pni olib yurish, to'pni uzatish va juftlikda bajariladigan mashqlarni bajarib o'tdik. Keyingi uyga beriladigan vazifa shu mashqlarni qaytadan takomillashtirish. Keyingi darslarimizda demak basketbolda jarima to'plarini tashlash, to'pni savatga tashlash texnikasini o'rganib chiqamiz.